Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Qadrli va qaddi baland qadrdonlar, yaxshilikka intilib yashayotgan yaxshilar. Avvalambor sizlar bilan mana shunday muhtasham kashonada didor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, O'zbek Milliy maqom san'ati markazining Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblining konsert dasturiga xush kelibsiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan 406-sonli qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil buyurgan Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambliga avvalambor o'z minnatdorchiligimizni bildirar ekanmiz. Shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchimanki, mazkur ansamblning rahbari O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, ana endi sizlarning chiroyli bir olqishlaringiz bilan hozir sahnaga ansamblimizning ijodiy xodimlarini, ya'ni xonandalarni taklif qilamiz va chiroyli olqishlar bilan bugungi konsert dasturimizni boshlaymiz.